boshim jannatga kirib ketding-da. Jannatda ham oddiysiga emas, Firdavs jannatlarga kirib ketding. Do'stlar, siz Rossiya hududidasiz. Migratsion kartangiz muddati yetib kelgan. Kirdish xizmatdan foydalanishingiz kerak. Mashinada boradigan bo'lsangiz, kamida 3 kun umringiz o'tadi. Undan tashqari yo'lda ichki ishlar xodimlari kutib turadi. Undan tashqari yeb ichishingiz bor. Undan tashqari yaxshigina rasxod qilasiz yo'lga. Do'stim, ish kuningizdan yutkazasiz. Kamida bunday hisoblaydigan bo'lsangiz 20 mingda atrofida pulingiz ketib qoladi. Agar siz samolyotda boradigan bo'lsangiz 11500 rubldan boshlanadi. Qarang, Moskva shahrida bo'ladigan bo'lsangiz, Moskvadan Samaraga uchasiz, erta o'zimiz voditillarimiz kutib olib, sizni Qozog'istonda Ilek degan chegara o'tkazish punktiga olib borib, granitsa qildirib, yana qaytarib Samarani aeroportiga olib kelib qo'yadi, yana qaytishda samolyotda qaytasizlar. Mana shu hamma xizmati ichida 11500 rubldan boshlanadi. Qarang, ham molingizdan yutyapsiz, ham ish kuningizdan yutyapsiz. Xullas hamma tomondan yutyapsiz. Agarda sizlarga narx qiziq bo'lsa yoki bilet olmoqchi bo'lsangiz, kirdish xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatilgan nomerlarga murojaat qiling. Aytgancha narxlar kuniga qarab o'zgarishi mumkin. Qancha erta oladigan bo'lsangiz, shuncha arzon chiqarib bera olamiz. Assalomu